Assalomu alaykum azizlarim. Hayotingizni sayohatlarga va baxtga to'ldiring. Hayot bu o'zi sayohatdir va tashvishlanishning umuman hojati yo'q. Kuningiz o'taveradi. Shuning uchun hozir shu onda va shu yerda siz baxtli bo'lishga harakat qiling. Chunki o'tmish o'tib ketdi. Kelajak hali kelgani yo'q. Biz shu yerda shu ondamiz. Shuning uchun bizga bugun bayram. Bugun bayram ekan. Chunki biz soppa-sog'miz. Oyoq qo'limiz ishlab turibdi. Oyoqlarimiz, qo'llarimiz, farzandlarimizni ko'taramiz, katta qilamiz, nevaralarimiz yonimizda baxtli, omadli, har doim quvnoq, mehrda va shodlikda yashashimiz kerak. Chunki bugun bayram. Bugun bayram. Bir yilda 3 marta, 4 marta bo'ladigan bayram emas, har kuni bo'ladigan bayram. Bayram bizni bugungi kunimiz ekan. O'tmish o'tib ketdi, kelajak hali kelgani yo'q. Kelajakni yaratish sizning qo'lingizda. Hozir siz shu yerdasiz, shu onda ekansiz. Shuning uchun hayot bu mo'jiza. Hayot bu mo'jiza. Mo'jizalarga juda boy. Hayot o'tib ketaveradi. Hayotingizni o'zingiz yaratasiz. Hayotingizni siz yaratasiz. Hayotingizni qanaqa bo'lishligini siz yaratishingiz kerak. Chunki siz o'zingiz javobgarsiz. Hayotingizni qanaqa bo'lishiga siz javobgarsiz. Kimdir sizni hayotingizni qanday o'tishiga birovlar javobgar emas. Kimlardandir xafa bo'lib, meni shunday bo'lgan payt o'sha joyda shu qilmaganda shu ishni men boshqacha yashardim yoki o'sha pulimni qaytarib berganda men o'sha pullarimga bir boshqacha narsalar olib men baxtli bo'lardim deb boshqalarni ayblashdi. Bas qiling. Chunki siz tanlagan yo'l uchun siz javobgarsiz. Javobgarlikni 1000% o'zingizni bo'yningizga oling. Kimlardandir ayb qidirib, kimlardadir g'azablanib yurish sizga faqat minus bo'ladi, minusga olib keladi. Chunki siz negativ emotsiyalarga, negativ salbiy fikrlarga kirib qolasiz. Siz negativ fikrlarga kirib qolganingizdan keyin o'zi sekin bu negativ emotsiyalaringiz sizni yomon salbiy oqibatlarga olib kelib boshlaydi. Stressga tushiradi. Kortizol bu nimalaringiz, stresslaringiz ko'payib ketishi mumkin. Kortizollaringiz. O'shaning uchun bunda sizda qarish jarayoni ham boshlashi mumkin. Shu negativ emotsiyalar ko'paygandan keyin, o'sha siz negativga kirganingizdan keyin u bora o'zi pastga tushib ketadi. Vibratsiyalaringiz 0 bo'lib qoladi. Vibratsiyalaringiz 0 bo'lgandan keyin siz bemalol sushnislar uchun, burchlar uchun, insijinsizlar uchun tayyor yegulik bo'lasiz. Sizdan o'sha g'azab, nafrat ichingizdan ufurib turadi. Sizni o'zingizni ichingizdan yemirib boshlaydi. O'sha programmangiz o'zi samounичтожение degan, o'zini yo'q qilish degan programmani yoqib qo'yasiz. O'sha ichingizda yeb yuraverasiz. O'sha o'ylab u odam bilmaydi, siz o'zingiz yeb ketaverasiz. O'shaning uchun ichingizdagi nafrat, g'azab o'sha 50 ga kirgandan keyin, bir xil 60 ga kirgandan keyin endi bo'ldi, pensiyaga chiqdim deydida, o'sha hayotdan quvonchini izlamay qo'yadi. Quvonchni yoki bir boshqa narsalarni hayotdan quvonib, bir yurakdan spontanni bir shunday quvonchni kelishini kutmay qoladi. Har kungi bir xilda yashab boshlaydi. Masalan, o'sha aylanani ichida bo'lib qoladi. Aylanani ichida bo'lib qolgandan keyin u xohlaysizmi, xohlamaysizmi o'sha miyadagi so'lish boshlanadi. Miyada o'sha miyaning miya neyronlarini orasida pasayib qoladi. O'shaning uchun bu yerda negativda bo'lish, g'azabda bo'lish va o'zini past vibratsiyasini 0 ga tushirib yuborish bu ham kasalliklarni chaqiradi, ham
badanni tananing qarishini keltirib chiqaradi. Bunda psixologik qarish birinchi o'rinda bo'ladi. Fiziskiy qarish bu faqat oynadagi qarish hisoblanadi. Psixologический qarish bu endi u miyaning qarishi. O'sha miyaga quvonch, yaxshi emotsiyalar, bu pozitiv fikrlar, orzu, maqsadni yo'qligi, bo'ldi, men qaridim, endi men pozitiv fikrlasam bo'lmaydi, faqat negativ fikrda bo'lishim kerak degan narsani ongiga singdirib oladi. Endi u faqat bozorga boradi yoki o'sha magazinga boradi, o'sha havasga boradi, faqat boradi, keladi. Shu yo'lni biladi faqat. Pastga tushadi, chiqadi, domiga chiqadi, etajga chiqadi, tushadi. Hayotdan quvonch qidirmay qoladi unday odamlar. Stresslarga tushishi mumkin. Qandaydir bir xillikda har doim hayot shu deb har doim ichida o'sha yangiliklarga bo'lgan intilishlari kamayib boshadi va organizm o'zini o'zi qarish prosesslarini ochib yuboradi. Prosesslari boshlanib ketishi mumkin. O'shaning uchun hayotga bo'lgan qiziqishini insonlar to'xtatmasligi kerak. Har doim Allohim bizga har kun ertalab o'sha bizni rizqimizni beradi. O'sha rizqimizni hammaga har xil qilib taqsimlanadi. O'sha kimga qancha energiya. Masalan, siz katta uy qursangiz yo bir quruvchi bo'lsangiz, o'sha sizga loyiq ko'p energiya beradi. Chunki siz o'sha uyni qurishingiz kerak, shu uyni quryapsiz. Sizda katta niyatlar bor, katta imkoniyatlar bor. O'shaning uchun siz o'sha energiyani shunaqa katta energiyada siz o'sha ishni xursand bo'lib qilasiz. O'zing o'shani ichiga sho'ng'ib kirib ketasiz o'sha ichiga va sizga hayotingizga o'sha siz o'ylagan orzungizni resurslar beriladi. Resurslar o'sha внутренний ichki resurslaringiz, ichidan energiyalaringiz qaynab chiqib, men shu ishni qilaman, qani oxirigacha yetsa qanday bo'lar ekan bu deb o'zingiz qiziqib ham shu qilayotgan boshlagan ishingizni tezroq tugatishga harakat qilasiz, yaxshilab mehr bilan qilishga harakat qilasiz va har doim pozitivda bo'lasiz. Chunki sizda o'sha pozitivniy energiyada siz odamlarga nimanidir yaratib bermoqchisiz. Odamlar sizning qilgan ishlaringizdan ular ham ruhlanib, sizlarda o'sha yaxshilik, boshqalarga ham o'sha yaxshilikni ulashmoqchisiz. O'zingizda sevgi bo'ladi, siz o'zingizdan qoniqasiz va boshqalarga ham o'sha sevgini, o'sha qoniqishni, o'sha muhabbatni bera olasiz. Chunki siz o'sha yerda energiya to'lingansiz va katta ishlar qilib boshlaysiz. 50 ga kirdim-ku, pasportida 50 yozilgan bo'lsa, 60 yozilgan bo'lsa, bo'ldi, men pasportimda shuncha, men pensiyaga chiqdim deb yotib olgan odamda уже unda zboy ketadi. Chunki u endi men qaridim, endi organizm bo'shashib ketaversin, men ham qarilikka ketaveraman degan uстановка ketadi. Shuning uchun agar unaqa insonlar, negativda bo'lgan insonlar o'zining zahariga, o'zining o'zidan chiqqan negativ emotsiyalariga o'zlari qovurilib yotadi. O'zidan o'sha negativ taratadi, yonidagilariga, atrofdagilarga, oilasiga negativni taratadi. Gapirganda ham tishlab gapiradi, nimadandir недовольный bo'ladi, hayotdan недовольный, bu yonidagilardan недовольный, qo'shnisidan недовольный, aka-ukasidan недовольный. Har doim kimlardandir nimadir unga odamlar qilib berish kerak, menga qilib berish kerak, menga bular должен deganday miyasida shunaqa uстановкасы bo'ladi. O'zini qandaydir жертва hisoblaydi. Men shunaqaman, menga bular yordam berish kerak degan xayol bilan yurishadi. Shuning uchun bular qaysidir ma'noda energiyalarni agar vibratsiyalarini balandlatib ko'tarib olsa, yaxshi biror
raqs bilan shug'ullansa yoki ashula aytsa yoki bir o'ziga bir kerakli haligi duradgorlik bilan shug'ullansa yoki stroyka bilan shug'ullansa, bir shkaturka qilsa yo taxtali duradgorlik ishlari bormi yo ko'chalarda biron ishi bormi, nima ishi bo'lsa ham o'zini ishga ovutish kerak, o'zini qandaydir chalg'itish kerak. U odam o'zini chalg'ita bilgandan keyin, chalg'itgandan keyin uni energiya qayerga ketsa, insonda energiya qayerga ko'proq ketsa, o'sha yerda ish ketadi. O'shaning uchun o'sha qayerga u vibratsiyasini berib, katta vibratsiyasini, o'sha vibratsiyalarni ko'tarib, boshqa ishlarga o'zini chalg'itib, o'yin kulgi qilib, har doim pozitiv bo'lib, xushchaqchaq bo'lib, kulib yursa, bu odamda vibratsiyasi ko'tariladi. Endi bizda bir xillar buni noto'g'ri tushunishi mumkin. Ayniqsa erkaklar, men o'ynab kulib yurishim kerak ekan deb bir xillar o'ylaydi. Aroq ichadi, bir xillar aroq ichadi. Mana shu bo'shliqni to'ldirish uchun bular o'sha quvnoqlikni, sho'xlikni, quvonchni, baxtni o'sha nimadan topolmaydi. O'sha faqat negativda bo'lgan odam, endi narsasi yomon narsalarni o'ylagan odam, vibratsiyasi tushib ketgan odam har doim negativda o'ylayvergandan keyin u o'zining yomon fikri bilan o'zini o'zi zaharlayvergandan keyin u o'zini qayergadir urish kerak. O'sha yurakdagi bo'shliqni to'ldirish kerak bo'ladi. U o'sha yurakdagi bo'shliqni to'ldirish uchun alkogol ichib boshlaydi. Alkogol bilan yuragini to'ldirib boshlaydi. O'sha o'zini topolmayotgan narsasini to'ldirib boshlaydi. Aksincha u alkogoldan u topolmaydi u narsani baribir, faqat o'sha alkogolga zavisimiy bo'lib qolishi mumkin, o'rganib qolishi mumkin faqat bu yerda. Shuning uchun agar rassomchilik bilan yoshligida rassomchilikni juda yaxshi chizgan bo'lsa bunaqa insonlar, yoki bir qo'shiq aytishdi, biror cholg'u asboblarida yaxshi cholg'u asboblarni chalgan bo'lsa, yoki bir shoir bo'lgan, she'rlar yozgan bo'lsa, baxtli onlarini eslab o'sha paytga tushib, o'sha o'tirib uyalmasdan, katta odamman-ku, men qilmayman, men o'shani chizmayman, menga bu yarashmaydi, meni ustimdan kuladi uydagilar, meni uydagilarim ustimdan xotinim kuladi, bolalarim kuladi demasdan, bu ichidagi men, o'zini 3 yoshli bola, uni o'sha 3 yoshli bolasi ichida qolib ketgan o'ziniki, o'zini. O'shaning uchun u odam daftar, ruchka olib shoirlik qilishi mumkin, she'rlar yozsin, chunki bu qalbi uni so'rayapti qalbi. Yoz, she'rlar yozgin, jo'shqin she'rlar yoz, ko'ylaklar tikkin, moda yaratgin, nimadir yaratgin, nimadir qilgin, rassomchilik qilgin, yo bir haykal qilgin, sopol idishlar yasagin, chunki u ichidagi o'sha qobiliyatlari qolib ketgan, uni ichidagi o'sha rassomchilik, ashula aytmagandir, yuragida qolib ketgan. Shunaqa vaqtda u inson o'zini o'sha rassomchilik bo'lsa, rassomchilik, ashulaga, gitaraga, nima cholg'u asbob qilmoqchi bo'lsa, o'zini genini, o'sha genlarini ochib boshlash kerak. U esida qolgan, o'sha qilmoqchi bo'lgan, lekin uyaladi, bir xil uyaladida, lekin uyatni chekkaga qo'yib, u o'zini yuragi xohlagan narsani qilishi kerak. Shunda yurak o'sha narsani qilganda to'ladi. Yurak sevgiga to'ladi. U o'sha narsani qilib, masalan, sopol yasadi, bir ashula aytdi, kimgadir yaxshilik qildi, nimadir o'sha kimgadir qo'li bilan yasagan narsani berdi yoki bir tabassumini berdi. Boshqa narsa qila olmasa ham yaxshi gapini berdi, tabassumini berdi. Ichidagi yomon g'arazli niyatlarni, urushlarni, hamma narsalarni, yomon narsalarni olib tashladi. Shunda u odamning ichi ochiladi, qalbi ochilib boshlaydi. Qalbidagi g'araz, haligi qorong'ilashib qolgan yuraklari, qalblari o'zidan o'zi ochilib boshlaydi. Inson ochilib ketadi shunda. Energiyasi, vibratsiyasi, chastotalari ko'tarilib ketadi. Uni chastotasi ko'tarilgandan keyin u xohlaysizmi, xohlaydimi, xohlamaydimi, u уже to'laqonli o'sha qiziqayotgan narsasiga va yana ham yangiliklar yaratishga, o'zidan o'zi qandaydir quvonch kelib qolishi, yana nimanidir yaratgisi kelib qolishi, miyasiga o'sha kelaveradi, yangi narsalarni yaratgisi kelib boshlaydi.
uni ichida 3 yoshli go'dak qolgan. O'sha go'daklik qolgan ichida u o'zi katta odam bo'lgan bo'lsa ham, 60 yosh bo'lsa ham, qancha yosh bo'lsa ham, lekin o'sha narsani qilishi kerak. Chunki o'sha bilan u qoniqadi, o'zini topadi. Menini, ichki menini o'sha inson o'zini topa oladi yoki energiyalarini o'zi ko'taradi. Energiyasini ko'targandan keyin u xohlaysizmi, xohlamaysizmi, unga quvonch, sog'lik, baxt, omad, yana nimanidir yana ixtiro qilgisi keladi, nimanidir yana yaratgisi keladi, yana qandaydir yangiliklar qilgisi kelib ketaveradi. O'sha o'zini topgisi keladi inson, o'zini ustida ishlagisi keladi, o'zini menini qidiradi. O'zini ustida ishlayaptimi, значит unga yana energiya beradi. Alloh yana unga energiya beradi. Qilgin, mana buni qilgin, sen hali bu dunyoga keraksan. Qilgin, o'sha seni potensialing, seni resursing, zaxira energiyalaring ko'p. Sen shularni bu dunyoga kelganing uchun bekorga kelmagansan. Shu narsalarni bu dunyoga bergin, yaratgin, ishlab chiqargin, o'sha ko'ylaklaringni tikgin, moda qilib chiqargin, seni ko'rsin insonlar, o'sha seni tikkan narsalaringdan xursand bo'lib insonlar kiysin. Yo rassom bo'lsang, rasmlaringni insonlar ko'rib bahri dili ochilsin. Ashula aytadigan bo'lsang, ashulalaringdan quloqlari mazza qilib, yuraklari orom topsin deydi. Yo bir quruvchilikmi, nima gitara cholg'uvmi, nima asbob bo'lsa, o'sha har kuningizni bayram qiling. Bayram o'sha sizni yuragingiz ichidagi предназначениеңizda, o'sha nimaga bu dunyoga kelganingiz, o'sha siz o'zingizni topgan bo'lasiz. Bir xillar kichik yoshligida o'sha otasi yoki onasi aytgan bo'ladi, mana shu kasb bilan ketgin bolam deydi. U bolasi u kasbni yoqtirmagan bo'lsa ham, ota-onasi shu kasbga borgan o'g'lim mana vrach bo'lgan yo bir buxgalter bo'lgan deb majburlagan bo'lsa, u bola shu ishni otasi yoki onasining ko'ngli uchun qilgan bo'lsa ham, u odam o'zining o'sha kasbini, yurak qalbi kasbini topolmagani uchun u o'zini topolmay yurgan bo'lishi mumkin. Nimanidir izlaydi u hayotida. Izlaydi, bo'shliq bo'ladi, yuragida bo'shliq bo'ladi. O'sha yuragidagi bo'shliqni to'ldirish kerak. O'sha yuragidagi bo'shliqni shu mana shu qo'shiq aytib, nimadir yaratuvchanlik bilan yaratib, insonlarga o'sha o'zini ko'rsatish kerak, berish kerak. O'sha o'zini ichidagi menini ko'rsatib berish kerak bu dunyoga. Shunda uni yuragi to'ladi, o'sha bo'shliq to'ladi o'sha bilan. Nimanidir yaratgani uchun uni o'sha bo'shliqlari to'ladi. Shuning uchun tashvishlanishga hojat yo'q. Bu dunyoga kelgandan keyin insonlar har doim bir-biriga baxt, omad, sog'lik, mehr berish kerak. Maksimalni quvonchda bo'lish kerak. Har doim Alloh bilan ulanib, Allohga zikr, hamd va sano aytib, mehrda bo'lib, katta vibratsiyalarda bo'lib, haqiqatdan ham baxtli bo'lish kerak inson. Oddiy men baxtli emas, haqiqatdan ham baxtli bo'lish kerak. Uni o'sha vibratsiyalari uni qanaqa ichida sostoyaniyasi qanaqaligini shundan bilsa ham bo'ladi. Shuning uchun bu yerda azizlarim ko'proq o'zimizni ustimizda ishlashimiz kerak yoki o'sha kerak bo'lsa hozir uchun sentrlar bor, 3 oy o'qitadi, bir nimalarga o'qitadi, tilga o'qitadi, bir fizika, matematika soha bo'lsa ham o'sha qanaqadir sohalarga o'qib, o'zini ustida ishlab, yangi narsalarni, o'zidagi yangi talantlarini, yangi genlarini, shu o'zidagi bo'lgan o'tgan воплощенияларida bo'lgan genlarini ochish kerak. U ochilib ketish kerak. O'shaning uchun bunda insonlar hammasi o'zi bir-biriga mehr, muhabbat, tabassum, oqibatli bo'lish kerak. O'shaning uchun bizlar bu yerda ko'proq shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Agar siz hozir baland vibratsiyada yo past vibratsiya ekanligimni qanday bilaman men deb o'ylashingiz mumkin. Unda bitta qog'oz olasiz, qog'oz o'rtasidan bo'lasiz va bitta tarafiga yaxshi har kuni bo'ladigan, siz xohlab qiladigan ishni
yozing. Bitta tarafiga siz xohlamasdan faqat shartku shuni qilish shart degan ishlaringizni yozib chiqing. Bittasini yurak bilan xohlab men qilaman shuni deb yuragingiz aytgan ishni yozing bitta tarafiga. Bitta tarafiga qilish kerak-ku, shunga men borishim kerak, bugun mayli plyus uchun qilib qo'yay shu ishni deb qiladigan ishlaringizni rejasini, planini tuzib yozib chiqing. Bu yoqqa o'ngiga chapiga qilib yozib chiqing-da, keyin sanab chiqing qaysisi ko'proq ekan. Shunda ko'rasiz siz qanaqa vibratsiyada ekanligingizni. Past vibratsiyadami yo baland vibratsiyadami, hayotiy energiyalaringizni ko'tarishingiz kerakmi yoki shu vibratsiyada qolishingiz kerakmi? Hozir endi yangi asr, yangi vibratsiyalar, yangi nimalar kelyapti, potoklar. Shuning uchun bizlar eski energiyada qolib keta olmaymiz. Hozir biz yangi ilmlar kelyapti. Yangi ilmlar kelgani uchun biz hozir o'zimizni ustimizda ishlab o'sha kerak bo'lsa o'sha bolalar chizadigan rasmlarda, ashulalarda mana bu ichimizda qolib ketgan, yopiq bo'lib qolib ketgan o'sha narsalarimizni, genlarimizni, talantlarimizni hammasini pozitivda chiqarib yozishimiz kerak, aytishimiz kerak, qilishimiz kerak. Shunda biz o'sha qarimaymiz, qarishni oldini olgan bo'lamiz. Chunki odamlar 60, 80, 90 yoshda ham ichi yuragi yosh bo'ladi, yuragi. Men deydi o'zimni 30 yoshli faraz qilyapman. 30 yoshda men hozir deydi bir xillar aytadi. Bir xillar 30 ga kirsa ham men deydi ana qilgim kelmayapti, hech narsa qilgim kelmayapti. O'sha u vibratsiyasi past bo'lib ketgan, ichidan qarib ketgan. O'shaning uchun unaqa vaziyatda har doim o'zini vibratsiyalarini ushlab, har doim mehrda, muhabbatda bo'lgan insonlar bunda